Tushda dazmol ko'rishning ta'birlari. Tushda dazmol yoki qizib turgan dazmolni ushlab turganini ko'rsa, o'ngida o'ziga ishonib bir ish boshlaydi. Ammo ehtiyot bo'ling, chuv tushishingiz ham mumkin. Tushda biron bir buyumni yoki shunga o'xshash nimadirni dazmollash o'ngdagi biror kimsa bilan yarashish yoki bo'lmasam biron bir aybni berkitishga dalildir. Yana boshqa ta'birlarda tushdagi dazmol o'ngdagi achchiq tanqid va o'z qilmishlariga uyalib qolish hamdir. Tushda dazmol qilish Vanga ta'biricha yaxshilikka dalolat qilinadi. Tushda dazmol ko'rish ishlaringizning yaxshi tarafga o'zgarishi, o'z aqlingiz tufayli yaxshi natijalarga erishish, cho'ntagingizga pul tushishi ishorasi. Bundan tashqari, tushdagi dazmol biron kimsa bilan urushgan bo'lsangiz, shu inson bilan munosabatlar yaxshilanishiga ham dalolatdir. Dazmol u yoki bu inson bilan iliq munosabatda bo'lishga harakat qilayotganingiz yoki biron kimsa bilan iliq suhbatda ekanligingizdan mamnunligingizni bildiradi. Dazmolni qo'lingizda ushlab turgan bo'lsangiz va kiyimni chiroyli qilib dazmollaganingizni ko'rsangiz, ishlaringiz silliq kechishi ishorasi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.